Degustatorman deng. Ha. Azizaxon olib keldingizmi? Ay yashang. Barakalloh. Qo'ying bundoq. Ichishga ham bu narsa olib kelaymi? Yo'q, bu yeyishga emas. Bu kishi degustator bo'ladilar. Bilasizmi degustator nima? Shu taomni ta'miga qarab aniqlab beradilar taomni. Ha, bilaman. Boravering Azizaxon. Xo'p. Qani? Mana bu tovuqdan boshlaylik, qani aniqlab beringchi. Xo'sh. Hop. Qani? Qanaqa tovuq ekan? Aka, bu tovuq emas ekan. Xo'roz ekan. Ilhom degan yigit bor ekan-a? Uyida tovuqxonasi bor. Ha. Ana o'shani uyidan kelgan. 4 oylik. Qoyil qoldim. Chindan ham qoyil qoldim. Mana bunisini ham ko'ringchi. Buni Hasan aka olib kelganmi? Ha? Ikkinchi ulardan tovuq olmang. Nega? Sababi bu tovuq o'z ajali bilan o'lgan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hammasini eshitdim, gap bo'lishi mumkin emas. Men yaqinda avariya bo'ldim-da. Xotiramni ham yo'qotdim, pasportimni ham yo'qotdim. Xullas, meni kimligimni ham aniqlab bering.